Tabiat tartibni xush ko'radi. Asalari uyasiga boqing. Har bir asalari o'z vazifasini bilib bajaradi. Ularning bir guruh bo'lib qiladigan harakatlari uyg'unlik asosida barqaror yashash tizimini yaratadi. Bu borada biz bir-birimizga o'xshab ketamiz. Ammo inson zotida o'ziga xos qadriyatlar tizimi bor va aynan shu tizim ko'p hollarda xatolikka yo'l qo'yadi. Toshkentda minglab oilalar uchun odatiy kuz oqshomi hukm surardi. Agar bir voqelik bo'lmaganida, balki bu tunning e'tiborga loyiq boshqa hech narsasi ham yo'q edi. To'satdan butun poytaxt bo'ylab chiroq o'chdi. Telefon aloqasi uzildi. Shahar markazi yopildi. Harbiylar va maxsus texnika yetib keldi. Kechagina xalq qahramoni deya e'tirof etilgan Sharof Rashidovning jasadi tun qorong'isida qabrdan chiqarib olindi. 3 yil avval u dabdabali tarzda dafn etilgan minglab odamlar respublika rahbari bilan vidolashish uchun kelgandi. Barchasi risoladagidek edi. Xalq qayg'usi va xotirani abadiylashtirish haqidagi ta'sirli nutqlar. 1986-yilning kuz kechasida esa Sharof Rashidovning jasadi markaziy maydondan qazib olinib, Chig'atoy qabristoniga olib ketildi. Ushbu voqea qatag'on to'lqini va kun tartibi keskin o'zgarganining ramziga aylandi. Biroq davr qahramonining merosini shunchaki o'chirib tashlab bo'lmaydi. Vaqt eng oliy hakam. U oxir-oqibat hamma narsani joy-joyiga qo'yadi. Va ana shu vaqt kelganga o'xshaydi. Jizzax viloyati 1917-yil. Aynan shu yerda Sharof Rashidov dunyoga kelgandi. Uning ota-onasi Rashid va Qo'ysinoy odmigina qishloq odamlari edi. Bolalar dunyo qarashining shakllanishida ularning donoligi muhim rol o'ynagan. Sharof Rashidov viloyat maktabida tahsil olgach, Jizzax pedagogika texnikumiga, so'ngra Samarqand universitetining filologiya fakultetiga o'qishga kirgan. Partiya safiga qo'shilib, Lenin yo'li gazetasining mas'ul muharriri lavozimiga tayinlangan. Samarqand universitetida tahsil olayotgan paytida Sharof Rashidov Jizzaxdagi yosh ishchilar maktabida o'qituvchilik qilardi va aynan shu yerda bo'lajak turmush o'rtog'i Xursan bilan tanishgan. Publitsist Ismat Kochiyev o'zining G'olib nomli kitobida qizning xotiralari bilan bo'lishadi. Sharof Rashidov bir guruh qizlarni Samarqanddagi universitetga jo'natish tashabbuskori bo'ldi. O'qishga yuborish uchun onamning roziligini olishim kerak edi. U qizning katta shaharda o'qishini hatto tasavvur ham qila olmasdi. Sharof aka onamni suhbatga chorlaganida men eshik tirqishdan kuzatib, hayajon bilan quloq solib turardim. Shu payt uning qizingizda katta salohiyat bor. U albatta o'qishi kerak degan so'zlarini eshitdim. Onam shu zahoti rozi bo'ldi. Buni eshitib, yuzim lovullab ketdi. Uyga ketayotganimizda undan nima uchun rozilik berganini so'radim. Onam esa shunday bir jozibasi borki, bu odamning yo'q deyishga tilim bormadi, deya javob berdi. Ikkinchi jahon urushi Sharof va Xursanning hayotini ham o'zgartirib yubordi. Yosh yigit frontga yo'l oldi. U yerda qahramonlik ko'rsatgan bo'lsa-da, bu haqda bir og'iz so'z ochmadi. 1942-yilning qishi 2-gvardiyachi o'qchi korpusi jangga kirishdi. Nemislar bir nechta qishloqni mudofaa nuqtalariga aylantirgandi. Maqsad mana shu qishloqlarni ozod etish. Askarlar holdan toygan, talofatlar og'ir, yo'qotadigan hech narsa ham qolmagan.
Peki tasavvur qiling. Oldingi saf, komandir jarohatlandi va yosh yigit qo'mondonlikni o'z qo'liga oldi. Mukofot varaqasida shunday yoziladi: O'rtoq Rashidov o'z qahramonligi bilan shaxsan namuna ko'rsatib, yigitlarni topshiriqni muvaffaqiyatli bajarishga ruhlantirdi. U jang paytida rota oldida yurib, yarador bo'ldi. Bu jarohat Sharof Rashidov hayotida chuqur iz qoldiradi. Kasalxonaga jo'natilgunga qadar uni parvarish qilgan qishloqlik kampir bo'lmaganida Rashidov omon qolarmidi, yo'qmi, noma'lum. U buni unutmaydi. Yillar o'tib, Sharof Rashidov Nechernozemya taraqqiyotida muhim rol o'ynagan Uznavgorodstoy trustiga alohida e'tibor qaratadi. 2024-yilda Novgorod viloyati gubernatori Andrey Nikitin Sharof Rashidov byustini o'rnatish iltimosi bilan O'zbekistonga murojaat yo'llagan. Demobilizatsiyadan so'ng yarador holda ko'ksida orden bilan qaytgan Sharof Rashidov Jizzaxda qahramon sifatida qarshi olinadi. Rashidov umri davomida o'nlab orden va medallarga sazovor bo'ladi. Ammo hozircha 1942-yilga qaytamiz. O'sha yilning kuzida Sharof va Xursand oila quradi. 5 nafar farzand dunyoga keladi. 4 qiz, 1 o'g'il. Bizni mehnatkash bo'lishga, ishlashga va har bir sa'y-harakat o'z samarasini beradi degan ishonch bilan yashashga o'rgatishgan. Otam yumshoq fe'lli, onam esa qattiq qo'l edilar. Shu bois biz nima mumkin-u, nima mumkin emasligini aniq farqlaydigan bo'lib ulg'aydik. Mustaqil yashashni boshlaganimizda ham onam bu vaziyatda nima qilgan bo'lardilar deya savol berardik. U juda mehribon va oilaparvar ayol bo'lgan. Bor u yo'g'ini, mehrini farzandlariga baxshida etgan. Haqiqatan ham ajoyib inson. Sharof Rashidovichga g'amxo'rlik qilib, unga juda yaxshi qarardi. U oilasi uchun ajoyib ota edi. Sharof Rashidovich men uchun ham go'yo otadek. Oradan ko'p o'tmay, Sharof Rashidovga Lenin yo'li gazetasining muharriri lavozimiga qaytish va Samarqandga ko'chib o'tish taklif etiladi. Yosh oila uchun bu yangidan hayot boshlash, turmushni qayta qurish degani edi. Samarqandda o'sha eski hovlining bir qismi hanuzgacha saqlanib qolgan. Juda oddiy hayot kechirishardi. Xonalarida dastlab faqat stol-stullar bor edi. Keyinchalik bitta karavot olib kelindi. Boshqa hech nimalari bo'lmagan. 6 kishi bo'lib bir xonada yashardik. Mehmonlar ham kelib turardi. Tunab qolishardi ba'zan. Doim yuzida tabassum bilan yurar. Har bir qo'shniga e'tiborli edi. O'zbekiston SSR Oliy Kengashi prezidiumi raisi bo'lganidan keyin ham o'zgarmadi. Har safar bu yerga kelganida, albatta, ularni yo'qlab, hol-ahvol so'rab o'tardi. 1949-yilda Sharof Rashidov O'zbekiston SSR Sovet Yozuvchilar uyushmasi boshqaruvi raisi etib saylandi. 1 yildan so'ng u O'zbekiston SSR Oliy Kengashi prezidiumi raisi lavozimiga ko'tarildi. 9 yil o'tgach esa Sharof Rashidov O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasining birinchi kotibi bo'ldi. Siyosiy martabasi shiddat bilan o'sib borishiga qaramay, u adabiyotga bo'lgan mehrini hech yo'qotmadi. U 50-yillargacha she'rlar yozgan. Keyinchalik nasrga o'tgan, chunki baribir yuqori lavozimini egallagan va buni oqlashi kerak edi. Lekin menimcha, u ko'proq shoir edi. Bemalol bosh harflar bilan yozsa bo'ladigan romantik. Uning yozgan she'rlarini o'qisangiz, bunga ishonch hosil qilasiz. Yoshlik romantizmi, juda jo'shqin, go'zal tilda yozilgan.
Sharof Rashidovning asarlari ko'plab tillarga tarjima qilinib, katta tirajlarda nashr etilgan. Sharof Rashidov O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibi lavozimiga kelganda, u burilish nuqtasida turardi. Bu Nikita Xrushchev islohotlari davrining yakunlanish pallasi edi. O'sha paytda Sovet ittifoqida hali ham o'zgarishlar shiddati saqlanib qolgan. Ammo uning tizimni o'zgartirish tashabbuslari partiya nomenklaturasi tomonidan qarshilikka uchragani Nikita Xrushchevning g'azabini qo'zg'atgan edi. 1959 va 1961 yillarda Nikita Xrushchev butun SSSR bo'ylab keng miqyosli tozalash ishlarini amalga oshirdi. U partiya elitalari o'zining siyosiy yo'nalishini qo'llab-quvvatlamaganidan qattiq norozi edi. Bu davrda Sharof Rashidov o'zini yangicha fikrlaydigan, zamonaviy rahbar sifatida ko'rsata oldi. Sharof Rashidov Nikita Xrushchevning qo'llab-quvvatlashini olgan holda mintaqani rivojlantirish bo'yicha o'z strategiyasini shakllantira boshladi. Bu strategiya 1960-yillarning o'rtalarida yaqqol namoyon bo'ldi. 60-yillarda Sharof Rashidovning diplomatiya va tashqi siyosatdagi yutuqlari katta kabinetlarning yopiq eshiklari ortida qolib ketdi. Biroq tarixchilarning fikricha, keskin geosiyosiy vaziyatlardan biri bo'lgan Karib inqirozi bilan bog'liq jarayonda uning roli beqiyos. Sharof Rashidov Fidel Castroning mehri va ishonchini qozona oldi. U turli davlatlarning ko'plab rahbarlariga yoqardi. Chunki u nostandart va partiyasiz yetakchi edi. Partiya apparatiga kirdi ham, lekin baribir u yerda begona edi. Uni oxirigacha qabul qilishmadi, o'zlaridan deb hisoblashmadi. O'qimishli odam amaldor emas. Aynan shu jihati Fidel Castroga ma'qul keldi. Chunki uning partiya nomenklaturachalarini ko'rarga ko'zi yo'q edi. Xrushchevning 1959-yildagi AQShga tashrifi ikki mamlakatning bir-biriga yaqinlashishiga turtki bo'lishi va umumiy qurolsizlanish sari dadil qadam bo'lishi kerak edi. Ammo kutilgan natijani bermadi. Amerikaliklar raketalarini Turkiyaga joylashtirib, Kubada Castro rejimini ag'darishga harakat qilayotgandi. Bu esa ittifoqqa o'z raketalarini orolga joylashtirish uchun qulay bahona edi. Biroq muammolar o'rtaga chiqdi. Nikita Xrushchev Fidel Castroni yetarlicha jiddiy qabul qilmagan ko'rinardi va bu shubhasiz xato bo'ldi. Nikita Xrushchev Fidel Castroni chetga surib, John Kennedy bilan muzokaralar olib borganida, u o'z mamlakati taqdirini boshqa ikki davlat hal qilayotganidan qattiq xafa bo'lgan. Uni hatto Karib dengizi inqirozining eng murakkab bosqichiga ham taklif qilishmagan. Mana shu vaziyatda Sharof Rashidovning roli menimcha juda muhim bo'lgan. 1962-yilda Nikita Xrushchev Sharof Rashidovni Moskvaga chaqirtirdi. Yopiq majlis o'tkazildi. Sharof Rashidov Sovet hukumatining Orol hududiga raketalar joylashtirish haqidagi taklifini Fidel Castroga diplomatik yo'l bilan yetkazish kerak edi. Ular aynan Sharof Rashidov nomzodiga to'xtalishgan, chunki uning Fidel Castro bilan munosabatlari yaxshi edi. Fidel Castro Sovet ittifoqiga taklif etilganida O'zbekistonga tashrifi 6 kunga mo'ljallangan bo'lsa-da, u 1 oy shu yerda qoladi. Ular qishloqma-qishloq, xo'jalik-xo'jalik kezdi. Oddiy odamlar bilan muloqot qildi. Ularning qanday yashayotganiga quloq tutdi. Sharof Rashidovich Fidel Castroni Amerikaga qaratilgan raketalarni joylashtirish zarurligiga ishontirdi. U murakkab xalqaro kelishmovchiliklarda yechim topa olardi. Bu yechimi yo'qdek tuyulgan muammolarda diplomatik hal qilish yo'llarini izlashning bir usuli edi. Sharof Rashidovning Fidel Castro bilan uchrashuvi muvaffaqiyatli kechdi va Karib inqirozining taqdirini ko'p jihatdan belgilab berdi deyish mumkin. Bu Sharof Rashidovning xalqaro miqyosdagi muammolarni hal etishda muhim rol o'ynagan. Biroq e'tibordan chetda qolib ketgan yagona holat emasdi. Ko'plab tarixchilar Sovet yetakchisiga qarshi fitna sifatida baholaydigan Nikita Xrushchevning iste'fosidan so'ng hokimiyat tepasiga Leonid Brejnev keladi. Ministrlar Soveti raisi lavozimini esa Aleksey Kosygin egallaydi. 1966-yilda tarixiy voqea yuz berdi. Toshkentda
Hindiston bosh vaziri Lal Bahodir Shastri va Pokiston prezidenti Muhammad Ayub Xon o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolandi. Uchrashuvga tayyorgarlik ko'rishdi. Sharof Rashidovning alohida o'rni bor edi. Biroq muzokaralar vaqtida uni xizmat safariga yuborishdi. Bu masalada Sharof Rashidov hal qiluvchi rol o'ynagan. Ammo bu ittifoqchilik tashabbusi bo'lgani uchun uni birinchi, Aleksey Kosyginni esa ikkinchi o'ringa qo'ya olishmasdi. Moskva Sovet ittifoqini ifoda etardi. O'zbekiston esa bu ulkan imperiyaning bir qismigina edi xolos. Qanday qilib imperiya o'z shon-shuhratini kimgadir berishi mumkin? Sharof Rashidov partiya rahbari, Aleksey Kosyegin esa ministrlar совetining raisi edi. Ayub Xon Pokiston prezidenti, Shastri Hindiston bosh vaziri. Demak, bu davlatlararo munosabatlar va muzokaralar edi. Shu bois har qanday darajadagi partiya rahbarining bunday muzokaralarga aralashishi yoki ularda ishtirok etishi noo'rin hisoblanardi. Andrey Vavilov o'sha paytda Janubiy Osiyo bo'yicha mutaxassis edi. U Sovet delegatsiyasi tarkibiga kirib, muzokaralarni olib borishda ishtirok etgan. Vavilov ushbu voqealarning bevosita ishtirokchisi. Bu g'alati, lekin u yerda nafaqat siyosiy, balki shaxsiy adovat ham aralashib ketgandi. Diametrik jihatdan qarama-qarshi odamlar. Shastri past bo'yli, taxminan 150 sm va kamtarin edi. Ayub Xon bo'lsa, baland bo'yli feldmarshal, harbiy, o'ziga o'ta ishongan odam edi. Shastri ba'zi yon berishlarga, hatto qo'shinlarni chegaradan olib chiqib ketishga va bu aloqa chizig'i abadiy chegara ekaniga rozi bo'lishga tayyor edi. Ammo Pokiston aslida butun Kashmirni istardi. Ushbu asosiy pozitsiyalar esa bir-biriga butunlay qarama-qarshi edi. Keskinlikka qaramay, tinchlik shartnomasi imzolandi. Biroq kutilmaganda fojia yuz berdi. Lal Bahodir Shastri deklaratsiya imzolanganidan so'ng tunda to'satdan vafot etdi. Muzokaralar o'ta keskin ruhda kechdi. Oxir oqibat u Hind qo'shinlarining Kashmirdagi muhim dovonlari biridan chekinishga rozi bo'ldi. Bu esa Pokiston armiyasiga harbiy ustunlik berardi. Bu e'lon qilingandan keyin Hindiston gazetalari uni tanqid qila boshladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, hatto deklaratsiyaga imzo chekilgandan so'ng Shastrining rafiqasi u qo'ng'iroq qilganida qandaydir norozilik bildirgan. Tun yarmidan o'tganda do'stim to'satdan eshigimni taqillatdi. Andrey, tur, Shastri klinik o'lim holatida. Avvaliga buni qandaydir sovuq hazil deb o'yladim. U o'zini yomon his qilgan, aftidan bosiq xarakteri sababli bu haqda hech kimga aytmagan. Ammo ahvoli juda og'irlashgach, shifokor chaqirishni so'ragan. Bizning shifokorlar tezkor yetib kelgan, lekin kech edi. To'satdan yuz bergan o'lim sababi yurak xuruji. Aleksey Kosyegin darhol Hindiston bayrog'ini olib kelishni buyurgan. Kosyegin va Suxadrev bu bayroq bilan Shastrining jasadini yopishgan va Aleksey Kosyegin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar bera boshladi. Men Shastrining jasadi bilan bir samolyotda uchib ketganman. Hozir Dehliga yetib boramiz. U yerdagi mahalliy rahbariyat larzaga kelgan. Biz mutaxassislar sifatida har bir hindistonlik uni pokistonliklar zaharlagan deb o'ylashini taxmin qilgan edik. Hind rahbariyatining bir qismi shunday fikrda edi ham. Aholiga kelsak, menimcha deyarli hammasi shunday o'ylagan. Toshkent deklaratsiyasining imzolanishi Hindiston va Pokiston o'rtasidagi mojaroni ma'lum muddatga yumshata oldi. Aleksey Kosyegin e'tirofga sazovor bo'ldi. Sharof Rashidov esa e'tibordan chetda qoldi. Leonid Brejnevga ushbu vaziyat ma'qul edi. Tarixchilar uning boshqaruvi davrini turlicha baholaydilar.
Tarixchilar mamlakat ichidagi bu davrni turg'unlik deb atashadi. Ishlar yurishmagani uchun emas, balki islohotlar tugagani sababli. Ishlab turgan narsani o'zgartirishdan ma'no yo'q, lekin u tashqi sharoitlar tufayli ishlayveradi. Bu sharoit ayniqsa 80-yillarning boshida o'zgargach, islohotlar yana zaruriyatga aylandi. Brejnev davri muammolariga qaramay, O'zbekiston uchun bu davr taraqqiyot pallasi bo'ldi. Ko'p jihatdan Sharof Rashidovning strategiyasi tufayli 1956-yilda O'zbekiston va Qozog'iston SSRning Mirzacho'l qo'riq yerlarini sug'orish va o'zlashtirish haqida farmon chiqarildi. Bu boradagi ishlarning asosiy tashkilotchilaridan biri Nuriddin Muhiddinov edi. Uning sa'y-harakatlari natijasida respublikadagi sug'oriladigan yerlar maydoni sezilarli darajada kengaydi. 1962-yilga kelib, Sharof Rashidov davrida 300 ming gektar yangi yerni o'zlashtirish rejasi tuzilgandi. Tinimsiz mehnat ila 3 yil davomida to'plagan arxiv materiallarimizga asoslanib, biz uning davrida 9 ta yangi shahar butunlay bo'sh joyda aynan noldan qurilganini aniqladik. 77 ta qishloq shaharga aylandi. Uning rahbarligida 37 ta tuman va 3 ta viloyat tashkil etildi. Sharof Rashidov shubhasiz bu davrning asosiy figurasi edi. U chorak asr davomida respublikani nafaqat boshqardi, balki eng muhim o'zgarishlarning sanoatlashtirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va texnologik taraqqiyotning guvohi hamda yetakchisiga aylandi. Faqatgina iqtisodiyot va siyosat emas, balki jamiyatning o'zi ham o'zgarib bordi. Sharof Rashidov davri O'zbekiston tarixida muhim bosqich hisoblanadi. Biroq 25 yil mobaynida Sovet tarixini va Sharof Rashidovning o'zini siyosatchi sifatida o'zgartirgan ko'plab voqealar yuz berdi. Sharof Rashidovning diplomatik iste'dodi ko'plab xorijiy safarlarda yaqqol namoyon bo'lgan. Jazoir, Mozambik, Hindiston, Xitoy. Bular Sharof Rashidov tashrif buyurgan mamlakatlarning to'liq ro'yxati emas aslida. Shu bilan birga ko'plab xorijiy davlatlar rahbarlari ham O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan. Sharof Rashidov Fransiya prezidenti Jorj Pompidou va dunyoga mashhur bo'lgan faol Angela Davisni kutib olgan. BBC radio eshittirishlardan birida Rashidovni Sharq Makiavelisi deya ta'riflashgan. Atrofdagilarning ta'kidlashicha, Sharof Rashidovich o'ziga xos iste'dod egasi edi. U suhbatdoshini diqqat bilan tinglar, ehtirom ko'rsatar, hatto imkonsizdek ko'ringan vaziyatlarda ham barcha tomonlarning talablariga javob bera oladigan tarzda yechimlar o'ylab topardi. Ammo rahbar sifatida uning uchun eng muhimi respublikani rivojlantirish edi. 10-5 yillik davomida O'zbekistonda metallni qayta ishlash bilan bog'liq 280 ga yaqin korxona faoliyat yuritayotgan bo'lib, ularning 56 tasi mashinasozlik zavodlari edi. Ulkan zavodlar qurilib, foydalanishga topshirildi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati O'zbekistonning rangli metallurgiya markaziga aylandi. Navoiy kon metallurgiya kombinati esa afsonaviy maqomini oldi. Paxta oq oltin, ammo boshqa yana bir oltin ham bor edi. Unga Sharof Rashidovning bevosita aloqasi bo'lgan. Muruntog'da 1969-yilda oltin koni ochildi. Shu bois uning tashabbusi oltin qazib olishni rivojlantirishga qaratilgan edi. Dastlab yiliga 50 tonna, keyinchalik esa 100 tonnagacha oltin qazib olindi. Bugungi kunda Muruntov dunyodagi eng yirik oltin konlaridan biri hisoblanadi. Aynan o'sha yerda Navoiy kon metallurgiya kombinati oltin qazib olib, dunyoda yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Sharof Rashidov boshqaruvi davrida O'zbekiston madaniy renessansni ham boshdan kechirdi. Misol uchun, o'zbek filmda mamlakatdagi eng ilg'or kinolaboratoriyalardan biri va mashhur dublyaj sexi faoliyat yuritgan. Shuhrat Abbosovning Sen yetim emassan filmi 23 million tomoshabinni jalb etgan. Elyor Ishmuhamedovning Nafosat
va Sevishganlar filmlarini 30 milliondan ortiq odam tomosha qilgan. Ali Hamroyevning 7-o'q nomli filmi 22,5 million tomoshabin e'tiborini qozongan. Rejissyor Sharof Rashidov bilan iliq munosabatda bo'lgan. Filmlarim bahs va ziddiyatlarga sabab bo'lardi, ammo unga bu yetib borganida doim meni himoya qilardi. Sharof Rashidovning qo'llab-quvvatlovi tufayli Ali Hamroyev uzoq vaqt amaldorlar tomonidan ma'qullanmagan Triptix filmini yakunlashga muvaffaq bo'ldi. Rejissyor Sharof Rashidov bilan dardlashganini yodga oladi. Ertalab O'zbek filmga borsam, buyruq osilgan. Triptix filmi 3 oy ichida montaj tonirovka bosqichiga o'tkazilsin. Men filmni juda puxta tayyorladim. Hatto qo'yishdan cho'chigan kadrlarni ham qo'shdim. Ichimda senzor bor edi. Sharof Rashidovdek obro' e'tiborli insonning so'zi qanchalik ahamiyatli ekanini tasavvur qila olasizmi? U mening filmimga imkoniyat yaratib, uning to'xtab qolishiga yo'l qo'ymagan ekan, demakki, bunda bir o'ziga xoslik bo'lgan. Представляем следующую песню нашей концертной программы. Стихи ее родились на узбекской земле, музыка в солнечном Азербайджане, а исполнит ее певец из Казахстана. Композитор Палат Бюльбюль-Оглы, поэт Шараф Рашидов. «Влюбился я». Поет Алибек Днишев. Счастливый день влюбился я. Sharof Rashidovning "Влюбился я" she'riga bastalangan qo'shiq yorqin hitga aylandi. Uning asarlari asosida sahnalashtirilgan baletlar esa Alisher Navoiy nomidagi teatr sahnasida ko'p yillar davomida namoyish etildi. Ko'plab insonlar uchun Sharof Rashidov bilan uchrashuvlar xotirada bir umrga muhrlanib qolgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev irrigatsiya institutida tahsil olgan yillarni yodga olar ekan, Sharof Rashidovich bilan bo'lgan suhbatlar uni qanchalik ilhomlantirganini alohida iliqlik bilan eslaydi. 3-kursda o'qiganimda Sadulla Iskandarovich mani rektorim bo'lgan. Brejnevga rus tilida biroq xat o'qish kerak. 10 ta odamdan 5 ta odam qoldik. Ertaga sizga o'xshab Sharof Rashidov bilan uchrashuv bo'ladi. Kim kirishi noma'lum. 2 ta odam qoldik. Keyin ikkomiz keldik. Mirziyoyev siz kirasiz va keyin so'zga chiqdim. От имени механизаторов, хлопкоробов Республики O'zbekiston Naimi Дорогого Leonid Ильича Brejnev deb. Keyin maylis tugadida Sharof Rashidovich orqaga kelib qo'limdan ushlab, "Ukajon" dedilar. "Siz dedi qayerda rus tilini o'rgangansiz?" Men aytdim, "Maktabda." "Qaysi maktabda?" dedi. Men Zomin rayonida aytsam, "Lenin nomidagi 1-maktabda o'qiganmisiz?" dedi. Sekani 1-sekretari qishloqdagi maktabning nomini bilgan. Keyin Sadulla Iskandarovich chaqirdida, "Sadullaxon" dedilar. "Siz dedi bu insonni menga tarbiya qilib berasiz" dedi. Odamning hayot taqdiri bu ham. Keyin 3 yildan keyin Sharof Rashidov shu o'limlaridan bir 4 oy 5 oy oldin bizning institutga keldi. KPSSda bayrog'ini topshirishga, irrigatsiya institutiga. Keyin Sadulla Iskandarovich aytdi, "Sen kutib olasan Sharof Rashidovich" dedi. Ikkinchi marta uchrashganimda aspiranturaga kirdim men deb aytsam, "Temangni aytib ber" dedi. Temamni aytib bersam, xuddi meni temamni bilgandek shunday shu paxta terish mashinasini aytib berdilar-da, shundaqa chiroyli aytdilar-da, keyin "Men dedi, seni dedi kandidat navut bo'lishingdan keyin sen bilan alohida gaplashaman" dedi. Lekin umrlari qisqa ekan. Agar men Sharof Rashidov bilan uchrashmaganimda Toshkentda qolmasdim. Agar Toshkentda qolmaganimda Moskvaga borib shu Vimpimda o'qimasdim. O'qimaganimda, ta'lim olmaganimda men u kursdoshlarim bilan birga juda bo'lsa yaxshi kolxoz raisi bo'lardim. 1966-yil 26-aprel kuni Toshkentda kuchli zilzila ro'y berdi. Sharof Rashidov halokatning ilk kunlaridanoq shaharni tiklash ishlariga shaxsan bosh-qosh bo'ldi. Ammo ayni paytda bunday fojia keng xiyobonlar, me'morchilik, yirik turar joy majmualari bilan poytaxtni zamonaviy tarzda qayta qurish imkoniyatini taqdim qildi. Eng asosiysi, Moskva metro qurilishini ma'qulladi. Yer qimlashdan keyingi qurilish ishlari ancha rivojlanib bo'lgandan keyin Sharof Rashidovich o'sha paytdagi gosplanni
boshlig'i Ziyodullayevni o'zlariga taklif qilib, Toshkent aholisi 1 milliondan oshdi. Mana endi yaqinlashdan keyin yaqinda 1,5 milliondan ham oshadi. Toshkent metrosini qurish bo'yicha hujjat tayyorlash kerak. Toshkent metrosi loyihalashi boshlangandan keyin Moskvadan metro Go'paratransni yetakchi mutaxassislari kelib, Sharof Rashidovni kabinetlarida bo'ladigan masalada aytishadiki, hurmatli Sharof Rashidovich, bizni tashkilot metro loyihalash bo'yicha dunyoda yetakchi, lekin 9 balli yer qimirlaydigan va noqulay grunt sharoitlarida birinchi marta loyihalayapmiz. Men endi o'sha 67-yil oxirida kelib aspiranturaga kirganimdan keyin menga metro masalasi qo'yildi, zilzila bardoshligi. Biz O'zbekiston Fanlar akademiyasi mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi institutida institut direktori Josimbek Rashidov rahbarligida bir guruh tashkil qildik va metro proyektdan ham mutaxassislar borishardi. Qurilish ishlari nihoyatda mashaqqatli kechgan. Natijada Toshkent Markaziy Osiyoda metro qurilgan birinchi shaharga aylandi va bugungi kunda ham dunyodagi eng go'zal metrolardan biri hisoblanadi. Bekatlarni bezashda ittifoqdosh respublikalarning ko'zga ko'ringan mutaxassislari qatnashdi. Misol uchun Chilonzor bekatining bezaklariga latviyalik rassom va haykaltaroshlarning mehnati singan. Sharof Rashidov metro qurilishini shaxsan o'zi nazorat qilib borgan. Kosmonavtlar bekatining bosh me'mori Sergo Sutyaginning so'zlariga ko'ra, Rashidov qurilish jarayonida muntazam ravishda ishtirok etgan. Sharof Rashidovichni ushbu bekatning ham muallifi deb hisoblayman. Chunki u bo'lmaganida haqiqatdan ham hech narsa o'xshamasdi. U men bilan birga 3 marta tik temir narvondan pastga tushgan. Bekatning chuqur joylashmagani sababli uning qurilishi ochiq usulda amalga oshirilgan edi. Bekatning kolonnalari, inshootning ustki qoplamasi konstruksiyalari uchun tayanchlar vazifasini o'tamog'i lozim bo'lsa-da, kerakli shakl va balandlikka mos kelmasdi. Sharof Rashidovich, omadimiz kelmadi dedim. Nima qilish kerak deb so'radi. Hech bo'lmaganda shiftni 60 santimetrga yarim metrga ko'tarish kerak. Mana bu markazdagi somon yo'li. Unga joy kerak-ku. Xo'sh, bu yerda qanday joy bo'ladi? Odamlar egilib yuradimi? U qo'lini Semyonovning yelkasiga qo'yib, 60 santimetr bo'lsa nima bo'libdi dedi. Xo'p, Sharof Rashidovich, tushundim, deya javob berdi. Mana ko'rdingmi, Sutyagin? Hammasi yaxshi hal bo'lyapti. Semyonov buyuk inson, buyuk quruvchi-da. Toshkent metrosining ilk yo'nalishi Chilonzor yo'li 1977-yilda ochilgan. Sharof Rashidov rahbarligi davrida ilm-fan sohasiga yo'naltirilgan mablag'lar hajmi sezilarli darajada oshdi. Yetakchi ilmiy muassasalardan biri sifatida Yadro fizikasi instituti alohida o'rin egalladi. 1967-yilda Samarqand davlat universitetida professor Muso Mo'minov rahbarligida Yadro fizikasi kafedrasi tashkil etildi. Akademik Ibrohim Mo'minov falsafa va tarix bo'yicha 200 dan ortiq ilmiy asarlar yaratgan. 30 dan ziyod doktorlik dissertatsiyalariga rahbarlik qilgan. 1966-yilda akademik Vosil Qobulov rahbarligida Kibernetika instituti tashkil etildi. Uning faoliyati davomida sanoat korxonalarida avtomatik boshqaruv tizimi joriy qilindi. Qishloq xo'jaligi fanlari doktori Sodiq Mirahmedov yuqori hosildorlikka ega Toshkent g'o'zanavlarining muallifi bo'ldi. Mirahmedov bu o'simliklarni viltdan, ya'ni ularning so'lishiga olib keladigan kasallikdan xalos etib, yangi navlarni yaratdi. Akademik Hamdam Usmonovning ilmiy izlanishlari g'o'zaning yetilish jarayonini chuqur tahlil qilish va paxtani mashinada yig'ib olish muddatlarini maqbullashtirish imkoniyatini yaratdi. Usmonov makromolekulyar kimyo sohasida dunyodagi eng yetuk mutaxassislardan biri edi. Obid Sodiqov hamda Sobir Yunusovlar bioorganik va organik kimyo fanlarining rivojiga ulkan hissa qo'shdilar. Akademik Sa'dullo Iskandarov qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilik sohasida biologik faol moddalarning o'rganilishi va qo'llanishi borasida salmoqli hissa qo'sha oldi. Sharof Rashidovich ilm-fan taraqqiyoti uchun butun kuch-qudratini safarbar etgan. Bu Xudoning in'omi ekaniga ishonchim komil.
Tibbiyot sohasida yuqumli, asab va qon tomir kasalliklari keng o'rganildi. Xususan tibbiyot fanlari doktori Nozima Dehqonxo'jayeva oldinlari bedavo deb hisoblangan lamblioz kasalligiga qarshi kurashish borasida mavjud tasavvurlarni butunlay o'zgartirgan muhim kashfiyotga erishdi. Bu kashfiyot tibbiy protokollarning qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'ldi va xalqaro miqyosda e'tirof etildi. Ammo yana bir alohida e'tiborga molik soha bor edi. Bu koinot. Yuriy Gagarin parvozidan keyin Amerika va Sovet ittifoqi o'rtasida chinakam kosmik poyga boshlandi. Bu bellashuvda har ikki tomon birinchilikni qo'lga kiritishga intilardi. O'zbekistonning kosmik sohani rivojlantirishdagi ishtiroki Sharof Rashidov uchun alohida ahamiyat kasb etardi. 60-50 yillarda bir Sovet ittifoqida bir noto'g'ri fikr o'rnashib qolgandi. Bu fikrga ko'ra O'zbekiston faqat agrar sohani rivojlantiradi. Agrar sohani ham faqat tor sohasini, bu paxtachilik, hatto o'sha davrda bir atama vujudga kelgan monokultura deb. O'zbekiston faqat paxtani beradi va u paxtani ham faqat xomashyo shaklida. 60-70 yillarda Sovet ittifoqi kosmonavtika sohasida va kosmik sanoat sohasida butun jahonda birinchi o'rinlarda bo'lardi. Va buni anglagan Sharof Rashidov albatta O'zbekiston ham bu sohaga o'zini salmoqli hissasini qo'shishiga qo'ldan kelgancha harakat qilgan. Birinchi navbatda O'zbekistondagi barcha ilmiy institutlar, fanlar akademiyasi ilmiy institutlari, oliy o'quv yurtlaridagi laboratoriyalarda hammasini bu ishga jalb qilishga harakat qilgan. Bu albatta Sharof Rashidovichning tashabbusi bilan bo'lgan. Ochig'ini aytsam, o'sha paytlarda O'zbekistonda kosmik tadqiqotlar bo'yicha mutaxassislar umuman yo'q edi. 1969-yilda O'zbekistonda Toshkent mexanika konstruktorlik byurosi tashkil etilgan. Va bu byuroni tashkil etilishi juda bir muhim bosqich bo'lgan kosmonavtikani rivojlantirishda. Chunki bu sohada nafaqat hisob-kitoblar, balki kosmik apparatda uchiriladigan uskunalar ham qilargan. Oy dasturi ko'plab jihatlarni o'z ichiga olgandi. Oyda uylar qurish, u yerdagi minerallardan suv olish degan edi. Buni amalga oshirish uchun esa oyni o'rganish kerak bo'lgan. Aslida u yerda nima bor, qanday grunt, tuprog'i qanaqa. Shuning uchun oy dasturida apparatlarni uchirish ham bor edi. Toshkent konstruktorlik byurosi negizida Luna 24 stansiyasi uchun tuproq olish qurilmasi yaratildi. U oy tuprog'ini 2 metrdan ortiq chuqurlikka qadar burg'ulagan. Tuproq namunalari yerga muvaffaqiyatli yetkazilib, o'nlab ilmiy tadqiqot markazlariga tahlil uchun topshirilgan. Buni muhimligi nimadaki, haligi grunt bir-biriga aralashib ketmasligi kerak edi. Qatlam olish kerak edi uni. Chunki har bir qatlam o'zini tarixiga ega, bir necha million yil oldin shakllangan va hokazo. Shu ishni Toshkentda yaratilgan uskuna yordamida amalga oshirilgan va bu rekord hozirgi kungacha hech kim bundan o'ta olmagan. Lekin bunday sharafli ish aynan Sharof Rashidovga topshirilgani bu albatta juda katta bir O'zbekistonni bu sohadagi qilayotgan sa'y harakatlarini e'tirofi deb bilish kerak. O'zbekistonda kosmik materialshunoslik sohasida jami 500 dan ortiq ixtiro uchun patent olingandi. Akademik Sodiq Azimov rahbarligida ulkan quyosh pechiga ega bo'lgan noyob Geliya kompleks qurilishi boshlandi. Qurilma 800 darajadan 3000 daraja Selsigacha bo'lgan haroratlar uchun mo'ljallangandi. O'zbekiston SSRning birinchi kosmonavti Vladimir Jonibekov 1978-yilda o'zining ilk kosmik parvozini amalga oshirdi. Jami 5 marotaba uchildi va u har safar ekipaj komandiri vazifasini bajardi. Jonibekov 2 marta ochiq kosmosga chiqib, u yerda jami 8 soatdan ziyod vaqt o'tkazdi. U parvozlarning birida jismning vaznsizlik sharoitida beqaror aylanishi hodisasini kashf etdi. Keyinchalik ushbu kashfiyot Jonibekov effekti deb nomlandi. U o'z parvozlari va Sharof Rashidovning qo'llab-quvvatlashlarini xotirlaydi.
U bilan ilk uchrashuvim O'zbekiston farzandi bo'lib kosmosga parvoz qilganim bilan bog'liq edi. Sharof Rashidovich butun umrim davomida uchratgan eng o'ziga xos shaxs. Uning nihoyatda ziyoli ekani, odamlarga nisbatan ehtiyotkorona munosabati meni lol qoldirardi. Birinchi parvoz ba'zi ma'nolarda tariximizdagi dastlabki parvoz edi. Chunki u uzoq muddat davomida kosmosda joylashgan ekipajga tashrif buyuruvchi ekspeditsiya sinovidan iborat edi. Avtobusdan tushdik, qarasam harorat -20 daraja. Shabada esmoqda. Yanvar oyi, sovuq. Bizni kuzatish uchun shuncha odam to'plangan. Odamlarga qarayman-da, o'ylayman. Do'stlar, mening xato qilishga mutlaqo haqqim yo'q. Juda puxta, xotirjam ishlashim shart. Ichimda shu gaplar aylanardi. O'zbekistonning kosmik sohasida yana bir nechta yirik loyihalar alohida e'tiborga sazovor. Ulardan biri Maydanak baland tog' astronomik observatoriyasi. U 1970-yilda Qashqadaryo viloyatining 2600 metr balandligida tashkil etilgandi. Aynan o'sha joyda noyob astro iqlim kuzatiladi. Maydanak tog'i boshqalarga qaraganda o'zini xususiyatlari bilan keskin ajrab turardi. Biz xususiyatlari deganda shuni tushunamizki, birinchidan ochiq havo sonlari ko'p bo'lishi kerak, lekin ikkinchi narsa bu tasvir sifati. Shunchaki bu tabiat bizga in'om etgan narsa. Keyinchalik ma'lum bo'ldi, o'zini tasvirni sifati bo'yicha Maydanak observatoriya dunyodagi 5 ta eng ilg'or observatoriyalardan biri ekan. Va Maydanakda biz topgan tog'ni yoniga olib borib, o'sha yerda sentr lazerniy lokatsiya, ya'ni sputniklarda lazer nuri yordamida tekshirib, ulargacha masofa holatini tekshirish. Buni Sharof Rashidovich ham juda katta SSR uchun ahamiyatini va SSRda O'zbekistonda obro'yini ko'taradiganligini tushungan. Maydanak bilan raqobatla olishadigan joy bu Gavay orollari, Chili, Kanar orollari, shu tamom. Yevropada ham, Osiyoda ham unaqa joy yo'q. Shunda stansiya O'zbekistondaligi bu O'zbekistonni imajiga, O'zbekistonni haqidagi fikrga juda katta ijobiy rol o'ynardi. Shuning uchun Sharof Rashidovich bu obyektni hech qo'ldan chiqarmaslik, boshqa qo'shni respublikalarga chiqib ketmasligini nazarda tutib, aynan shuning uchun Maydanakka juda katta ahamiyat bergan va qo'ldan kelgancha barcha yordamni qilgan. Yana bir loyiha tarixga muhrlanishi kerak edi. Sufa platosida RT-70 radio teleskopining qurilishi boshlangandi. RT-70 koinotni fundamental tadqiq etish uchun mo'ljallangan va dunyodagi eng yirik radio teleskoplardan biriga aylanishi mumkin edi. Nazariy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, radio chastotalarning millimetrli diapazonda koinot haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud bo'lishi mumkin. Relikt nurlanish deb ataladigan nurlanish mavjud. Bu relikt nurlanish koinot paydo bo'lganida vujudga kelgan. Aynan shu nurlanishda, xususan shu diapazonda ehtimol koinotning yaratilishi sirini ochishga yaqinlashish imkoniyati tug'iladi. Shu bois koinotni o'rganish uchun bunday radio teleskop qurish to'g'risida qaror qabul qilingan. Men Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Sofa platosida barpo etiladigan RT-70 loyihasi bilan tanishganman. Bu loyiha 3 ta teleskopni o'rnatib, teleskoplar juda katta bo'lgan. O'sha davr uchun shunaqa teleskoplardan bittasi Qrimga o'rnatilgan, ikkinchisi uzoq sharqdagi Ussuriskga o'rnatilgan va bu teleskoplar yana bittasi qayergadir O'rta Osiyoga o'rnatilishi kerak edi. Mana shu 3 ta teleskop ulangan shaklda, ya'ni tandemda deymiz, ishlash kerak edi va bu juda katta kosmik obyektlarni kuzatishda juda katta imtiyozlar beradi. O'shuning uchun Sufada qurilajak teleskop ham shu millimetr va shuni atrofidagi to'lqin uzunlikka mo'ljallangan bo'lishi kerak edi. Millimetrli diapazonga esa aynan ko'zgusimon sirt va kosaning aniq o'lchangan shakli zarur.
Shu sababli markazda, ya'ni nurlatgich turishi kerak bo'lgan joyda o'ta aniq lazerlar o'rnatilishi lozim edi. Haligini vazni 15 ming tonna. Demak, 15 ming tonnani o'shaning ustiga qo'ygandan keyin uni shamol bo'ladi, shamol ham qiyshaytirib yubormaslik kerak va haligi obyekt qo'limizdagi soat aniqligida kosmik jismlarni orqasidan qarab yurish kerak edi. Kosaning diametri 70 metr. Uni o'rnatish va ishga tayyorlash uchun yo'llar kengaytirildi. O'sha radio teleskoplar hammasi tashqi sivilizatsiyalar bilan ham aloqa o'rnatishga qaratilgan. Agar rejaga ko'ra ushbu inshoot qurib bitkazilganida edi, O'zbekiston bunday texnologiyalarga ega bo'lgan 10 ta, balki 5 ta davlat qatoriga kirgan bo'lardi. Bu tashabbus O'zbekistonda ilm-fan rivoji uchun hal qiluvchi turtki bo'la olar edi. Sharof Rashidovich qiziqqan tomoni shunday iborat bo'lganki, mabodo birorta sivilizatsiya bilan aloqa o'rnatilib qolsa va bu narsa O'zbekistondagi teleskop yordamida qilindi deyilishini o'zi O'zbekistonda butun dunyoga mashhur qilib tashardi. Va u juda bir ishonib umid qilgan ekanki, Xudo xolasa shu meni tirikligimda men o'sha obyektni ishga tushirilishida ko'raman debdi. Lekin u nasib etmadi. Obyektni qurilishi taxminan 10 yilga mo'ljallangandi. U 1981-yilga boshlangan va 91-yilga kelib obyekt bir taxminan 60% ga bitgan. Koinot deyarli o'rganilmagan va sirli. Inson borlig'i esa bu beqiyos olam miqyosida bor yo'g'i bir qum zarrasi kabidir. Buni anglash shubhasiz mushkul. Endi esa yana yerga qaytamiz. Insoniyat tarixida xato qilmagan inson yo'q. Ba'zan xayr-baraka va sinov yonma-yon keladi. O'zbekiston uchun oq oltin shunday bo'ldi. Urushdan so'ng paxta yakka hokimligining joriy etilishi O'zbekiston SSRni paxta respublikasiga aylantirdi. Har yili millionlab dala ishchilari, jumladan minglab bolalar paxtani intensiv yetishtirish jarayonida zaharli kimyoviy moddalar ta'siriga duchor bo'lardi. Shunga qaramay, paxta yetishtirish rag'batlantirildi. Chunki u O'zbekistonning eng muhim resursi bo'lib, respublika uchun imtiyozlar berardi. Biz shuni o'rganib qoldik-ku, paxta bo'lsa, go'sht bo'ladi, yog' bo'ladi, moy bo'ladi, non bo'ladi deb, shuning orqali biz hamma butun xalqni jalb qildik. Ana shu paxta radiolarda shunaqa kuylar edi. Paxta tersang toza ter, chanog'ida qolmasin. Bu bir shiorday bo'lib qolgan edi. O'zbekiston Kompartiyasi resurslarning katta qismini paxtachilikka safarbar etardi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining bir tarmoqqa qaram bo'lib qolishiga olib keldi. 70-yillarda paxta ishlab chiqarish sezilarli darajada oshdi. Brejnevning yumshoq bosimi ostida Sharof Rashidov pirovard maqsadni amalga oshirishni, ya'ni 10-5 yillik oxiriga kelib, har yili 6 million tonna xom paxta yetishtirish majburiyatini oldi. Bu utopiyaga aylandi. Birin-ketin inqirozlar yuzaga kela boshladi. Ulardan eng yirigi Orol fojiasi edi. Flamingo galalari hamon Orol bo'yidagi Sudochye ko'liga uchib kelmoqda. Bu insonning yer resurslariga beparvo munosabatining namunasi bo'lganini barchamizga qayg'uli shaklda eslatadi. Orol inqirozi haqidagi fikrlar bir-biriga qarama-qarshi. Ba'zilar sodir bo'lgan voqeada Sharof Rashidov va boshqa Markaziy Osiyo respublikalari rahbarlarini ayblaydi. Ammo asl sabablar nimada? Bu boradagi tortishuvlar haligacha davom etmoqda. O'rta Osiyoda shu 65-70-yillardan boshlab yoppasiga hamma yer o'zlashtira boshladi. Butun o'zlashtirgan yerlardan 30% biz o'zlashtirdik. Qolgani butun O'rta Osiyo o'zlashtirdi. Shuning uchun biz hammamiz birgalikda Orolning quriganiga sababchi bo'ldik. Orol dengizi muammosi umuman olganda qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. Aybdorlarni izlashdan foyda yo'q. Bu nafaqat O'zbekiston, balki butun Sovet tizimi aralashgan uzoq tarix.
u paytda Orolni hech qaysi davlat o'ylagani yo'q edi. Hammasi shu oda xalqqa yer berish, xalqni boqish kerak. Endi uning bu tomondan Moskvadan ancha aybi bor demoqchiman. Moskva bizdan doim paxta talab qilar edi. Hammamizni shu boshimizni ham, oyog'imizni ham hammasimizni bu paxtaga tiqib qo'ydi-da. 80-yillarga yaqinlashgandan keyin Orol tez quriy boshlagandan keyin shundagina ozgina ko'z ochila boshladi qayerga biz kelganimizda. Lekin ular qandaydir bir chora ko'rishini ulgurmadilar hech qaysi. Leonid Brejnev davrida Sibir daryolarini Markaziy Osiyo cho'llarini sug'orish uchun burib yuborish g'oyasi paydo bo'ldi. Markaziy Osiyo yetakchilari, jumladan Sharof Rashidov ham fantastik ko'ringan bu loyihani faol ravishda lobbi qildi. Markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlash masalasi partiyaning har bir qurultoyida asosiy mavzulardan biri bo'lgan. Moskva yo'q demasdi. Ammo ehtimol keyinroq, lekin hozir emas deya qarorni doimo kechiktirib kelardi. Hozir ham bu proyekt amalda bo'ladigan deb o'ylamayman. Birinchidan uni kimdir ichiga kirib o'rgangani ham yo'q, ichidan qaragani ham yo'q. Sibir daryolari boshidan hech qaysi Orolni qutqarishga mo'ljallangan emas. Bilasiz, qancha yil kerak Orolni tag'in to'ldirish uchun. Xayolga keltira olmaysiz, 200 yil kerak. Nega biz u paytda jim yurdik? Nima uchun biz Orolni qutqarishga qarshi chiqmadik? Nima uchun paxta deb yopishdik? Lekin bilar edik-ku, dalaga keladigan suv o'zidan o'zi emas, shu daryodan olingan suv-ku. Unday bo'lsa biz hammamiz aybdormiz. Men suv xo'jaligida bir umr ishlaganman. Mening ham aybim bor. 70-yillarning so'ngiga kelib, birin-ketin keskin oqibatlarga olib kelgan voqealar sodir bo'ldi. 1979-yilda Moskvada favqulodda yig'ilish chaqirilib, unda Sovet qo'shinlarini Afg'onistonga kiritish masalasi ko'tarildi. Qarshi ovoz berganlar orasida Aleksey Kosygin, SSSR qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Nikolay Agarkov, armiya generali Valentin Varennikov va asosan harbiy xizmatchilardan iborat bo'lgan yana bir necha kishi bor edi. SSSR mudofaa vaziri Dmitriy Ustinov, tashqi ishlar vaziri Andrey Gromyko, shuningdek, o'sha paytda KGB raisi lavozimida ishlagan Yuriy Andropov ma'qullab ovoz bergandi. Afg'onistonga cheklangan harbiy kontingent kiritish to'g'risida qaror qabul qilindi. Majlisga Markaziy Osiyo respublikalari rahbarlaridan hech kim taklif etilmadi. Shu jumladan Sharof Rashidov ham. U bu qarordan tushkunlikka tushib qolgandi. Ammo buni butun Politbyuro emas, uning yuqori lavozimdagi a'zolari hal qilgandi va shunday qaror qabul qilindi. Otam yovuzlik va zo'ravonlikka qarshi bo'lgan. Ich-ichidan shunday edi. Yovuzlik odamlarni vayron qiladi deb aytardi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida doimo tinch totuv munosabatlari hukm surgan. Esimda, Afg'onistondan qo'shiqchilar, san'atkorlar kelib turardi. Ularni televizorda ko'rsatishardi. Juda inoq yashardik. Termiz front yaqinidagi shaharga aylantirilgach, u yer eshelon qurol-yarog', odamlar, urush va qonga to'lib ketdi. Ular biz cheklangan kontingentni kiritamiz, maslahatchilarni va afg'on armiyasini o'qitib, u yerdan chiqib ketamiz deb o'ylashgandi. Ammo bunday bo'lmadi. 100 ming kishilik kontingentni ko'paytirishga majbur bo'ldik. Bizning tomonimizdan talofatlar juda jiddiy edi. Shu sababli Sharof Rashidov va Din Muhammad Qunayevda noroziliklar tobora kuchayib bordi. Shunday bo'lsa-da, Leonid Brejnev va Sharof Rashidov o'rtasidagi munosabatlar iliq bo'lgani ta'kidlanadi. Bu qanchalik haqiqatga to'g'ri kelishini aytish qiyin, lekin Sharof Rashidov doimo murosalarga borishga majbur edi.
Moskva bilan muzokaralar doimo o'yinning bir qismi bo'lib kelgan. Tarixiy nuqtai nazardan qaraganda, Sharof Rashidovning tobora ko'proq mablag' va resurslar so'ragani qiziq. Markaz esa bunday katta miqdordagi mablag'larni ajratib berardi. Buning evaziga nima berilgan? Albatta paxta. Moskva uchun paxtaning narxi doimo muhokama qilinar va o'zgarib turardi. Bu uzluksiz savdolashuv jarayoni edi. Har kim o'z manfaatlarini himoya qilgan. 1982-yilda Leonid Brejnev va Sharof Rashidov uchun noxush alomat sifatida ko'rilgan voqea sodir bo'ldi. Leonid Brejnevning Toshkent aviatsiya zavodiga tashrifi uning hayotiga zomin bo'lishiga oz qolgandi. Toshkentda u bir nechta obyektni, shu jumladan aviatsiya zavodini ham borib ko'rishi kerak bo'lgan. Kutilmaganda Leonid Brejnev fikridan qaytdi. Bunday qisqa vaqt ichida xavfsizlik choralarini ko'rishning iloji yo'q edi. Leonid Ilich aviatsiya zavodiga yetib kelganini bilgan odamlar sexga yopirilib kirdi. Ishchilar to'sinlariga tirmashib chiqardi. Shu on balandlikda yurish uchun mo'ljallangan katta platforma to'satdan delegatsiya ustiga qulab tushdi. Leonid Brejnev o'ng umrov suyagini sindirib oldi. Bu suyagi umrining oxirigacha to'liq bitib ketmadi. Leonid Brejnev voqeadan 7,5 oy o'tgach vafot etdi. Ko'pchilik aviatsiya zavodidagi fojia, garchi buning to'g'ridan-to'g'ri tibbiy isboti yo'q bo'lsa-da, uning vafotini tezlashtirgan deb hisoblaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'limga yurak xuruji sabab bo'lgan. Ko'p o'tmay, 1983-yil 31-oktyabrda Sharof Rashidovning o'zi ham hayotdan ko'z yumdi. Bu uning tirikligida olingan so'nggi fotosurati. Surat muallifi Pinsonning so'zlariga ko'ra, Rashidovning nimadandir ko'ngli cho'kkan edi. Bir necha soatdan keyin u bu dunyoni tark etadi. Sharof Rashidovning respublika bo'ylab safar qilgan va umrining so'nggi daqiqalari o'tgan vagoni Jizzaxda saqlanib turibdi. Tibbiy xulosa. Sizga ma'lum qilmoqchimanki, 1983-yil 30-oktyabrda bemorda tush orqasida achishish hissi paydo bo'lgan. Bu holsizlik va terlash bilan birga kechgan. Soat 19:00 dan boshlab qat'iy yotoq tartibiga amal qilingan. Sharof Rashidovich Rashidov takroriy o'tkir miokard infarktidan vafot etgan. Dafn marosimidan keyin hukumat memorial majmua qurish rejasini ishlab chiqdi. Lekin aslida Sharof Rashidov nomi uzra qora bulutlar endigina yig'ila boshlagandi. Juda qisqa vaqt ichida uni taniqli arbobdan mamlakatdagi eng yirik poraxo'rga aylantirishdi. Kecha maqtovlar yog'dirganlar bugun minbarlardan Rashidovchilikda barchadan ko'ra balandroq, haqoratli ravishda jar solib, marhumni zolimlikda va poraxo'rlikda aybladi. Yuriy Andropov hokimiyat tepasiga kelgach, mamlakatda yangi davr boshlandi. Kinoteatrlarda bekor yurmanglar deb buyruq bergani esimda. Kinoteatrlarda odamlarni nega ishda emassan deya ushlashgani ham yodimda. Sovet xalqi intizomga rioya qilmayapti, mayda o'g'riliklar qilyapti deb o'ylab, hamma joyda qattiq tartib o'rnatishga urinishardi. Sharof Rashidov vafotidan va Yuriy Andropov hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, O'zbekiston uchun paxta ishi deya nom olgan fojiali sahifa ochildi. Bu nozik mavzu chuqur o'rganilmagan va bunda javoblardan ko'ra savollar ko'proq. 1983-yilda buxorolik bir ayol viloyat KGBga kelib, OBXS boshlig'i pora talab qilayotganini ma'lum qiladi. Xodimlar uning arizasiga jiddiy e'tibor berib, ayolga o'sha porani berishni taklif etishadi. Ayol mahkumni ozod qilishda ko'maklashgani uchun boshliqqa 1000 rubl topshiradi. Bir muddat o'tgach, OBXS boshlig'i hibsga olinadi. Keyinchalik Telman Gdlyan va Nikolay Ivanov o'z kitoblarida bu hibs O'zbek KGBsining puxta tayyorlangan operatsiyasi bosqichlaridan biri bo'lib, markazdan korrupsiyaga qarshi kurashni keskin kuchaytirish bo'yicha ko'rsatma olgandi deb yozadilar. Ko'p o'tmay, boshqa amaldorlarni ham qamoqqa olish boshlanadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu voqealar paxta ishi boshlanishiga sabab bo'ladi. Sharof Rashidov
vafotidan biroz oldin Haydar Aliyev bilan uchrashgani haqida taxmin mavjud. Uchrashuv davomida Haydar Aliyev Sharof Rashidovni o'ziga yaqin olib, Yuriy Andropov tomonidan unga qarshi tayyorlanayotgan kampaniya haqida ogohlantiradi. Haydar Aliyev bilan birga delegatsiya tarkibida bo'lgan Nikolay Ryshkovning o'sha voqealar haqida telefon suhbatida aytib bergan yozuv mavjud. Бок я с ним сидел, и я обратил внимание, что это совершенно другой человек был. Это не тот, который я видел в Москве, веселый, интересного. А здесь какой-то подавленный, молчаливый, такое ощущение, как будто его что-то угнетало. Или он тяжело болен. Но совершенно очевидно, что он был подавленный. А через 2 дня, уже будучи в Вьетнаме, нам сообщили, что он скончался. Politbyuro O'zbekiston paxtachiligidagi suiiste'molchilikni tekshirish haqida qaror qabul qiladi va SSSR Bosh prokuraturasiga tergov komissiyasini tuzish vazifasini yuklatadi. Telman Gdlyan va Nikolay Ivanov boshchiligidagi ushbu komissiya Toshkentga keladi. Keyinchalik paxta ishi nomi bilan tanilgan tergov boshlanadi. O'zbekistonni tozalash to'lqini qamrab oladi. Ba'zi tahlilchilar komissiyani Andropov desanti deb ataydi. Bu keng tarqalgan fikr, ammo uni hamma ham qo'llab-quvvatlamaydi. Boshqa bir qarash ham mavjud. Unga ko'ra, Sharof Rashidovning vafotiga qadar deyarli hech qanday Andropov desanti faoliyat yuritmagan. Vaziyatni to'g'ri baholash uchun o'sha davrdagi sharoitni bilish kerak. Menga Yuriy Andropov 1982-yilda buyruq berganini aytishganda, kimdir yozgan har qanday materialni ko'r-ko'rona qabul qilishdan ko'ra, bu yerda tarixni biroz o'rganish va ba'zi narsalarni biladigan odamlar bilan suhbatlashish kerak deb o'ylayman. 1986-yilning oxirida barcha hujjatlarni qayta ko'rib chiqish boshlanadi. Rashidovchilik, paxta ishi va shunga o'xshash masalalar ko'tariladi. Andropov qayerda? U 3 yil oldin vafot etgan. Odamlarni u o'lgan-ku, u aytgan, unga to'nkab yuboring deya ishontira boshlashadi. Hech qanday o'zbek ishi bo'lmagan, balki amaldorlarning noto'g'ri harakatlari, sifatsiz tergov va Gorbachov boshchiligidagi markazning O'zbekistonga nisbatan marazmatik munosabati mavjud edi. Paxta ishi atrofidagi tortishuvlarga qaramasdan, tergov jarayoni shafqatsizlik maydoniga aylandi. Ismat Ko'chiyev o'z kitobida bu haqida yozadi. Vazirlardan biri bu sharmandalikka chiday olmay, meni kechiringlar va unutmang, mening kimsa qarshisida tilim qisiq emas, halol odamman. Menga tuhmat qilishdi deya farzandlariga xat yozib qoldiradi va o'z joniga qasd qiladi. Generallardan biri kasalxonada o'zini otib qo'yadi. U ham xayrlashuv maktubini qoldirgan. Hech narsani tushuna olmayapman. Ishonch va adolat yo'q. Men or nomusimni saqlash uchun so'nggi choraga qo'l urishga majburman. Sudlanuvchilardan biri o'zini derazadan tashlab yuboradi. Boshqasi esa poraxo'rlikda nohaq ayblanib qamoqqa olinadi va aybini tan olish haqidagi hujjatni imzolashdan bosh tortadi. Shundan keyin tergovchilar 9 kun davomida uning xotinini so'roqqa chaqirib, kichik o'g'li va qizini ertalabdan kechgacha issiqda ko'chada qoldiradi. Tergov iqrorlik qildirish uchun har qanday usulni qo'llagan. Ko'z oldingda ayolingni oq sochli boshiga choynakdan qaynoq suv quyilayotganini ko'rsang, u baqirayotgan bo'lsa, sen hamma narsani aytib berasan. Paxta ishi shunchaki Gdlyan va Ivanov haqidagi hikoya emas. Ular keyinroq tanildi. O'zbekistonda bu ishga 58 ming kishi jalb etilgan. Ular o'z ishlari, lavozimlari va imtiyozlarini yo'qotdi. 20 ming kishi tergovga olindi. Ko'pchiligi sudlandi. Bu Stalin qatag'onlaridan keyingi eng keng ko'lamli tozalash edi. Jodugarlar ovida jinoiy ta'qib ostiga olinganlarning aksariyati aslida ayblovlarga umuman aloqador bo'lmagani mutlaqo odatiy hol edi. Приписки были. Я не могу сказать, что они массовые. Нет, они были. Приписки были показать, например, в Узбекистане.
Gruziyada uzumchilikni, Ozarbayjonda neftchilikni ana shunday qo'shib yozishlar bilan amalga oshirish mumkin. Ukrainada esa bug'doy ishi. Bir zumda odamlarni hibsga olib, otib tashlash mumkin. Tarixchi sifatida o'zimizga berishimiz lozim bo'lgan eng qiziqarli savollardan biri shu. O'zbekiston haqiqatdan ham ko'p aytilganidek sinov poligoni bo'lganmidi? Yo'q. Bunday misollar butun Sovet ittifoqi bo'ylab ko'plab uchraydi. Shunchaki Gdlyan va Ivanov ishining to'rt tarafga ovozi bo'lgani aynan o'zbek ishini eng esda qolarli voqeaga aylantirdi. Telman Gdlyan va Nikolay Ivanov har qanday yo'llar bilan o'zlarini ko'rsatishga intildilar. Bir qarashda guruh O'zbekiston SSRda hokimiyatning barcha bo'g'inlarida ommaviy qo'shib yozishlar, korrupsiya, poraxo'rlik va talon-tarojlik holatlarini aniqladi. Tergov matbuotida keng yoritila boshlanganidan so'ng Telman Gdlyan va Nikolay Ivanov jamiyatda katta obro'-e'tibor qozondi. Ularning obro'si shunchalik oshdiki, ikkalasi ham xalq deputatligiga saylandi. Biroq keyinchalik ularni tergov ishlaridan chetlatishdi. Xalq deputatlari qurultoyi tergov guruhi faoliyatini tekshirish uchun maxsus komissiya tashkil etdi. Natijada Telman Gdlyan va Nikolay Ivanov korrupsiyada ayblanishdi. Из-за того, чтобы создать одну комиссию съезда, столько дебатов, столько скандалов. А когда десятки тысяч безвинных людей из Узбекистана брали из дому и сажали в тюрьмы. У меня есть телеграмма, 8 лет из Ташкентской области сидит в тюрьме. Если они не виноваты, они не должны противиться созданию комиссии. Иванов — это рупор, которых использовали, да, и они сами хотели, чтобы их использовать. Вместо того, чтобы, как говорят, выполнять свои долги как юристов, следователи, они пошли на то, что они начали налево-направо бросать жареные факты. Ular Sovet adliya tizimining barcha adolatsizliklarini o'zlarida mujassamlashtirgani uchun yovuzga aylandi. Gdlyan va Ivanov ishining asosiy muammosi shunda ediki, ular shunchaki aybdorlarni emas, balki mashhur nomlarni qidirdi. Ular o'z ayblovlarini isbotlovchi dalillarni taqdim etishi kerak bo'lib, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchraganda drama farsga aylandi. Bir necha oydan so'ng ular unutildi. Bu xuddi yorilgan sovun pufagiga o'xshardi. Pufak yorilishga yorildi, ammo og'ir oqibatlarni qoldirib ketdi. Masalan, O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi va Ministrlar Sovetining qarorini olaylik. 1986-yil 4-iyun maxfiy Sharof Rashidovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qarorni bekor qilish. Har yoqda Rashidovga qarshi kampaniya avj oldi. Bu qadimgi Rimning damnatio memorisiga o'xshaydi. Senat sening isming xotiradan abadiy o'chirilishi kerak deb qaror qildi go'yo. Qadimgi Rimda yodgorliklar vayron qilingan. Barcha yozuvlardan ism o'chirib tashlangan. Vaziyat o'xshash va bu nafaqat vafot etgan Rashidov uchun, balki uning oilasi uchun ham eng qayg'uli lahzalardan biridir. Bu davr adolatsizlik nuqtai nazaridan dahshatli edi. Oilamiz misolida biz butunlay yolg'izlikda qolgandik. Hammamiz ishsiz qoldik. Deyarli hammamizni quvib chiqarishgandi. Chetdan kuzatib, Rashidovlar oilasi endi qanday yasharkan, qanday tirik qolishar ekan deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Yonimizda faqat onamiz bor edi. Juda dahshatli edi. Barcha yaqinlar ta'qib ostiga olingandi. O'zbekistonda hamma narsa to'xtab qolgandi. Biz buni sezardik. Men shaxsan buni his qilardim. Hammasini ko'rib turib, yuragim qon bo'lgandi. Haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi. Sharof Rashidovning o'g'li Ilhom SSSR KGB oliy maktabini tugatgan va uzoq yillar mobaynida davlat xavfsizligi sohasida faoliyat yuritgan.
Hayotning o'zi bir paradoks. Bugun sen bilan yonma-yon sadoqatli ishlayotganlar ertaga senga osongina qarshi bo'lib qolishlari mumkin. Ilhom Rashidovning qizi Sevara mana shunday muhitda qanday ulg'aygani haqida eslaydi. Otamning ichida kurash kechardi. Ammo buni hech qachon biz bolalarga sezdirmasdi. Oilasini barbod qilgan tizimga o'zini bag'ishlashda davom etardi, desa ham bo'ladi. Bir muddat katta opasinikida yashab turdik. Keyin ko'chib ketdik. Otam Chilonzordan kichkina bir kvartira sotib oldi va uchalamiz bir xonali uyda siqilib yashardik. Buvim meni tarbiyalardi. Menga o'z onamdek edi. Bizning oddiy narsalarni sotib olishga ham qurbimiz yetmasdi. Bola bo'lishni xohlaysan, ammo do'st topolmaganing uchun buni uddalay olmaysan. Sinfda partada o'tirganingda yoningga hech kim o'tirmaydi. Qo'shning yo'lda namoyishkorona seni chetlab o'tadi. Uyga kelib, "Dada, nega bunday bo'lyapti? Balki noto'g'ri kiyinganim uchundir. Balki menda biror muammo bordir", deb savollar berardim. Bu esa psixologik jihatdan butun umrga ta'sir qiladi. Paxta ishi boshlangan paytda o'zingiz tushunasiz, butun oilamizni u ishlagan tuzilmalarning o'zi kuzatib yurardi. Otam menga kimlar o'zimizniki-yu, kimlar begona ekanini farqlashni o'rgatgandi. Tashqi kuzatuvni qanday aniqlashni ham tushuntirgandi. Bu joylarga bormaslik, bu odamlar bilan muloqot qilmaslik ma'qul deya. U menga o'z hayotidan voqealarni so'zlab berardi. Xizmatdagi tajribalarini bizga, bolalarga ham biroz o'rgatgandek bo'lardi. Ko'pchilik bolalar uchun ona muhim inson bo'lsa, men uchun bu shaxs otam edi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng Prezident Islom Karimov, Sharof Rashidov va paxta ishi bo'yicha ayblanganlarning nomini oqladi. Jizzaxda yangi haykalning ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev buyuk arbobning 100 yillik yubiley munosabati bilan ta'sirli nutq so'zladi. Sharof Rashidov oddiy xalq orasidan chiqqan haqiqiy yurtparvar rahbar edi. Har qanday murakkab sharoitda ham xalqimiz manfaatini o'ylab amalga oshirgan ana shunday savobli ishlarni el yurtimiz hech qachon unutmaydi. Toshkent markazida Sharof Rashidovning haykali yana o'z joyini egalladi. 1986-yil kuzidagi voqealar va paxta ishi bo'lmagandek go'yo. Vaqt hech kimni ayamaydi va barini o'z o'rniga qo'yadi. Fitna-yu mafhumliklar ortida xotira qoladi. Uning fenomeni alohida bir hodisa, ammo barchamiz uchun ideal inson bo'lib qoldi. U toza odam edi. U ishlaganda xalqini o'ylab, u o'yladi, mana shu xalqni boqish kerak. U kamtar, orzu-havasli inson edi. Hasad va bo'xton bilan emas, havas bilan yashash kerak derdi. Bu insonga chuqur hurmat bilan ta'zim qilaman. U odamlarni tushunardi. Odamlar bilan ularning tilida gaplashardi. Moskvada qanchadan qancha rahbarlarni ko'rdim, lekin Sharof akaga o'xshaganini uchratmadim. U hech qachon keraksiz gaplarni gapirmasdi. U toza, halol odam edi. Uni otamdek hurmat qilardim. U san'atimiz uchun jon kuydirardi. O'zini xalq oldida nafaqat paxta, qurilish, sport, fan, texnika, balki shaxsan rejissyor Ali Hamroyev taqdiri uchun ham mas'ul deb bilardi. U o'z xalqi oldida javobgar ekanini his qilardi. Biz uning oldida qarzdormiz. Hali juda ko'p ish qilishimiz kerak. U har narsaga e'tibor qaratardi, hammaga yordam berardi. Holbuki Moskva unga to'sqinlik qilardi. Dushmanlari ko'p edi. Men uni umrim bo'yi eslayman. Uchrashuvlarimizni, uning bizga bo'lgan samimiy munosabatini yodga olaman. Tarix agarlar bilan ish ko'rmaydi. Biroq bu tarixning hali ochilmagan sahifalari ko'p. Muhokamalar, bahslar, taxminlar va kontekstdan uzib olingan talqinlar hamon yashamoqda. Ehtimol bir kun biz bor haqiqatni bilib olarmiz, lekin bir narsa o'zgarmas bo'lib qolaveradi. Sharof Rashidov mamlakatimiz tarixidagi davr qahramoni. Tarixni esa inkor etib bo'lmaydi.